bizning navbatdagi uchrashuvimiz agar hududiy filial rahbariman, Rahmon Muzaffarman. Bizlarga rahbariyatimiz tomonidan, hukumat tomonidan har oyda tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Mana bugungi navbatdagi uchrashuvimiz Samarqand shahar hokimiyat binosida bo'lyapti. Shunda asosiy maqsadimiz shu tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Tadbirkorga davlat tomonidan ham imtiyoz, Vesta banki tomonidan berilgan imtiyozlar, tadbirkorlarga yangi ochilgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, eski ishlayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Shu maqsadda tadbirkorlarning nima taklifi bor bankka, nima e'tirozi bor, qanday yangilik qilsak bo'ladi, shular bo'yicha uchrashuvimizni boshlasak bo'ladi. Nima savollaringiz yo'q, nima taklifingiz bo'lsa, boshlab beraveringizlar. Olmoqchi. YTT Vafo va Zamira Adilonaman. 3 yil tadbirkor. Menga yangi mebel olish uchun ozgina kredit kerak. Shuning uchun bankka keldim. Murojaat qildim. Rasmda bu opasida bo'lganlarni qilamiz. Tadbirkorlikchi hozir prezidentimizning 300 ming so'm qarori bor. Tadbirkorlar imtiyoz kredit toifa joyiga qarab, toifasiga qarab foiz belgilanadi. Masalan, shahar toifa kredit olsangiz 20% dan sizga faoliyatingizga qarab kredit ajratib beramiz. O'rnini bir kunda masalangizni hal qilamiz. Rahmat.